hosiliga bitta layfhak aytaman. Bu narsa balkim kimgadir g'alati tuyulishi mumkin, lekin meni o'zimda ishlagan va yaqinlarimga tavsiya berganman. Bu narsa ularda ham ishlagan. Sizlarga ham ulashmoqchiman. Bu narsa nima? Misol uchun muhim uchrashuv yoki qanaqadir переговор yoki o'zingizdan qo'pol qilib aytganda teparoq inson bilan gaplashishingiz kerak. Va shunaqa paytda odamga ko'pincha ichki ishonch, ya'ni duh kerak bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Buni o'z tabiiy oshirish yo'llari ham bor, lekin men bitta samarali usulni bilaman. Bu nima? O'zingiz bor pulingiz bo'ladi, misol uchun uyingizda yig'ib qo'ygan yoki qanaqadir tashlab qo'ygan pullaringiz bo'ladi. Maksimal misol uchun cho'ntagingizga ko'proq pul solib olish. Ko'p sinaganman, даже bugun ham bu narsa sinovdan o'tdi. Qachonki siz cho'ntagingizda pulingiz bo'lsa, duxingiz ham, gaplaringiz ham aniq chiqadi, duxingiz ham qanaqadir baland bo'ladi. Tushunarsiz, bu qanaqa ishni bilmayman, lekin juda ham foyda beradi ko'pincha. Misol uchun mijoz sizga pastroq narx aytsa ham yoki anaqa bo'lsa ham, переговорda siz yutish ehtimolingiz baland bo'ladi. Sinab ko'ring, foydali bo'lsa, xursandman. Charchamayman.